Bo'lganda nech pul ukajon? Aka taqalganini 6200 qilib beraman akajon. 6200 emas, 5,5 bo'ladimi? Yo'q aka, unaqlari to'g'ri kelmaydi. Bilasizki, avtomat korobka aka. Mexanika emas. Bo'lganda gapiraylik 6200 ham to'g'ri kelmaydi-da. Bu lekin oxirgisi. 6000 aka bo'lishi mana. Bo'lgan Ya'ni 6000. 200 o'tdim ha. Bitta gap. 5950 bo'ldimi? Kam bo'lib qoladi-da aka. Kamini Alloh to'ldirsin, shu zarnomimizdan birorta kelib olay qolsa, maza qilib mensin shu mashina. Olgan odam baraka topsin aka, baraka top. Ko'rib turganlaringizda yangi Lacetti Lacetti'miz sotuvda. Lacetti'miz yillari 2010-yil, avtomat korobka, motor xatovi hech qanaqa ishi yo'qdi. Boshimiz juda ham idealni turibdi. Diskalarni ham ko'ribsizlar, o'zi ajralib turibdi. Balon qutulari bir 70% atrofida. Boshimizning ichki holatini bitta ko'rsatay, maza qilib o'rasizlar. Navorotchalarni bitta ko'ringlar buni. Ko'rib turganlaringizdek mashinamizning ichki holatlari juda ham idealni turibdi. Gerb tablolar, $200 monitorlar, kurigomiya sonsiz ashta bo'lgan. Mashinamiz aytganimizdek avtomat, ichki holchalari ham bir idealni tutibdi-da. Faqat bu mashinani olasiz, maza qilib minadigan joyi. Mashinamizda hech qanaqa xarajati yo'qdi. Kelasiz, mashinani ko'rasiz, yo'qsa shu mashinani olib, maza qilib minadigan joyi. Ko'rib turganlaringizdek, o'sha siz bilgan bahaybat metan gaz ballonlarda turibdi. Zapaskalari bor, hamma narsasi chotki. 10-15% kraskasi bor dedilar. Yana o'zlaringiz uchun bemalol tekshirib olasizlar. Mashinamiz Samarqand mashinasi. Xohlagan dokumentlaringiz chiqadi. General kami, оформлентmi, доверенностьmi, xohlagan narsalar chiqadi. Egalarning nomerini qoldirganimizda yana o'zlaringiz aloqaga chiqib, ma'lumotlar so'rab olishingiz mumkin. Yangi rabochiy obuna bo'lishni unutmanglar. Bundan zo'rlar hali sizlarni kutmoqda. Lekin bosib oladigan joyi. Like bosib esdan chiqmasin.